Assalomu alaykum hammaga. Bugun vlogimizni davom ettiramiz. Xudo xolisa muhim savdo bilan. Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Hop, bugun yakshanba emas, lekin bugun chorshanba. Muhim savdoda ham meni ham dam olish kunimiz. Maza qilib kechki sayrga chiqib ketyapmiz. Xudo xolisa maza qilib vlogda yoritib boramiz inshaalloh. Kechki sayrda qayerga boramiz oshna xudo xolisa? O'zi studentlar bo'sh vaqtda tez aylanib turgani yaxshi-da. To'g'rimi oshna? Misol uchun hadeb o'qish bo'laversa g'alati-da. Lekin ozgina nima bo'ladi? Life balance bo'ladi. Movalani. To'g'ri piano o'ynagan. O'zimiz stillanib qo'yibdi. Yaxshi. Metroga tushamiz. Qayerga boramiz hozir? Hozir Mirzo rayonimiz. Zoyat tumanidamizmi? Xudo xolisa endi Exga boramiz, Selga boramiz. Charchamasak Sikimga o'tib ketamiz. Baravar. Yoki Magic Cityga. Ya, hozirda qaysi metroga boryapsiz, tushunaylik? Bu Paxtakorda tushamiz. Paxtakorda? Yo'q. Aqlasiz. Sikimga qanchamiz? Yo'q, birinchi Haqlarda tushamiz. Keyin yo'g'iga taksi yoki avtobus yoki piyoda. Давай. O'zimiz stil. Yaxshi. Asar joyidan davom etkizib boramiz. Bir yigitcha navbatni beramiz. Do'stim, qarang, bizni vlog olishimizni bilib, chorlab qurib qo'yishdi. Eng jajimiz bor. Ikki dona salto, bosing. Roma! Aylanay. Bakka o'y saltosi bilan, qara. Ne qarsaga o'rayapsiz, qara. Sho'rvolib, yosh bolalarimiz. Bitta tosh yuqori. Nozikkina barmoq bilan. Ay, ehtiyot bo'l. 64 kilo ikkitasi og'irligi. Rahmat. Men gapir yopmayman. O'zim tomosha qiling. Orqadan boshladi. Ha, katta. Ikki aborot. Yelagina qo'yiladi. Ikki aborotligi. Orqadan ham. Sobini qarang. Ana qarang. Uch aborot. Ana qarang. Uch aborot tayyorlandi. Hoppa. Orqaga. Rahmat. Bitonasi bilan qarsaga mo'rmadi. Davom etamiz. Ozgina kulminatsion, ana kutilmagan narsalar olib ketdi. Sizni vlog olishimiz bilan chiroyli dorilar qilib turishgan ekan. Naqadar omadlimiz, korоче.
Yaxshi. Safarimizda davom etamiz. Kuzatib borayotgan bo'lsanglar, hozir biz Magic City tomon qarab ketyapmiz. Magic Citydan keyin City Mallga o'tamiz. City Mallga ko'ramiz. Siz vaqt bo'lsa, birinchi tarafga boraylik-da. Kechki Toshkent. Mana biz yo'l-yo'lakay Magic Cityga kirib o'tib ketamiz ekan. Chunki qornimiz ochib ketdi, ozgina uzoq qoldi. Xudo xolasa keyin kechki sayrda davom ettiramiz. Qolsaqlardan. To'g'rimi mashina? To'g'ri. Samarqandda. Samarqandda Toshkentdagi versiyasi. Magic Cityda ichida. Zo'g'ilishga ham yo'q. Samarqandga borganmisiz? Yo'q. Lekin chekka kelganimda birinchi Samarqandga kelganda bo'lganman. Biz o'tgan yili kursdoshlar bilan kuzda borgandik. Kuzda oxirroqda sovuq bo'lgan, o'zim yupun kiyim olganmiz, chunki kuz hali qor nima desa bo'ladi? Qor yog'ish arafasida edi. Aha. Ertaroq qor yog'ib borgan. Biz ketayotganimizda kun issiqroq edi. Yengil kiyinib ketganmiz. Shunaqa maza bo'lgan, 50 ta kursdosh, 50 ta universitetdan oshna borib hammasi o'qityapti. Samarqandga borib olib mashina oldi, ko'rganmiz, shunaqa binolarda oldi. Lekin bularning ichiga kirsangiz, bularning ichida boshqacha katta aura bo'ladi. Nima desa bo'ladi? O'zingizni oldingi asrga tushib qolgandek his qilasiz. O'sha asrdagi ikkita vaziyatda biladigan bo'lsangiz, ha, mana shu yerda mana shu qirol yoki misol uchun shoh yurgan, vazir bu yerda bunaqa ish qilgandi. Ana gidlar bo'ladi-yu, aytib bersa, wow deysiz. Chunki o'sha yerda atmosferasida siz o'sha informatsiyani qabul qilyapsiz. Bu boshqacha kayf bo'ladi ekan. Inshaalloh. Siz qachon borasiz Samarqandga? Qachon boraylik? Inshaalloh keyingi oy yoki 1-2 oydan keyin yaqin orada boramiz. Bundan vlogda yoritib boramiz inshaalloh. O'zi 2 haftadan keyin biz o'qishimiz tugaydi. Aha. Ikkinchi kurs tugaydi. Bunaqa xursand bo'lyapman, tezroq tugasa. Chunki tezroq tugasa, har xil joylarga sayohat qilish niyatim bor, chunki oldin o'ylardim, iloji boricha bitta joyda qotib, bitta joyda zo'r kasb tanlab, bitta joyda bitta ish qilish kerak deb tushunardim. Endi o'sha narsa boyaga aytib o'tganimizdek, hozir o'zgargan. Hozir hech kim 180 gradus teskarisiga o'zgargan. 3-4 ta kasb, iloji boricha ko'proq narsa o'rganish kerak, dunyoga ketish kerak, aylanish kerak, travel qilish kerak, ko'proq odamlar bilan gaplash kerak, ko'proq tanish bilish orttirish kerak, networking. Hozir polностью o'zgargan. Hammasi o'zgargan. Bilmadim, bundan keyin yana o'zgarar balki. Shuning uchun ham sayohat qilish kerak. Lekin bir marta sayohat qilishda tamom tartib ko'rib, bitta narsani tushundim. Menimcha boshqa meni sayohat qilishdan nimadir to'smasa kerak. Bundan bu yog'iga iloji boricha investitsiya qilish kerak bo'ladigan bo'lsa, birinchi o'rinda o'ziga investitsiya bu travel qilish kerak. Chunki sayohat qilish kerak. Sayohat haqida nimalar bilasiz, Muxonsodiq? Foydali. Sayohat haqida emas, musofir bo'lmaguncha musulmon bo'lmaysan degan gapni bilaman. Chunki boshqa joyga borganingizda o'sha aholini qanday yashashini o'rganasiz, muhitni, boshqa atmosferaga tushasiz. Dunyoqarashingiz ham, saviyangiz ham ancha o'sadi.
Inshaalloh tez orada Samarqanddagi vlogimizni ham kutib qolinglar. Aytgancha, Samarqanddagi vlogimiz qiziqishlardan qanaqa bo'lganligi qiziq bo'lsa, YouTube kanalini tavsiylar bo'ladi. Eski o'tgan yilgi slishkim cringe bo'lgan, zo'r bo'lgan, maza bo'lgan. Bunaqa zo'r vlog bo'lmagan o'zi. Bunaqa qilib chiroyli yoritib borolmaganmiz. Hozir ham o'rganyapmiz. Keyingi misol uchun Muxon Sodiq bilan xudo xolisa borsak, Inshaalloh. zo'r kadrlar qiladi. Prosta ochiqchasiga zo'r vlog ketyapti. Lekin chiroyli yoritib berilyapti. Oldinga nisbatan. Keyinchalik ham hozirgi nisbatan ancha yaxshiroq yoritib borsa kerak. To'g'ri? To'ppa-to'g'ri. Muxon Sodiq? Da. Da. Güzelce devam edelim. Samandar. O'rtoqlar bitta narsani inobatga olib qo'yishlarini so'rardik. Hozirgi mulohazalar, gapirilayotgan gaplarda bironta narsa bo'ladi. Fikrlar o'tishi mumkin, lekin bu fikrlar bizning mulohazalarimiz keyingi yillarda yoki 5-10 yildan keyin o'zgarishi mumkin. Shuni ham inobatga olib qo'yasizlar. Keyin kommentlarida iloji bo'lsa yozib qoldiringlar, qaysi bir fikr, ideya yoki sizlar manzillarda boshqacharoq bo'lishi kerak bo'ladigan bo'lsa yoki o'zingizlar shaxsiy fikrlar bo'ladigan bo'lsa izohlarda yozib qoldiringlar. Albatta hammasini o'qib chiqib bitta like izlar. Men misol uchun 20 yoshimda shunaqa fikrlagan ekanman deb o'ylashimiz mumkin. 25 yoshimizda boshqacha fikrlaydigan bo'lishimiz ham mumkin. Bu boshqa next level deydi. O'zi vlog boshlashimizdan maqsad ham shu bo'lgan do'stim. Fikrlarimiz o'zgarib borayotganini oldingi tariximizni, masalan, 10 yil o'tgandan keyin 20 yoshligimda qanaqa fikrda bo'lgan ekanman, nimalar qilgan ekanman degan savolga javob olish uchun ham boshlaganmiz. Zo'r dokumentatsiya bo'lyapti. Salomlar, baqiring. Prikolniy fanta. Baqirsanglar, shunchalik balandroq ovoz chiqadi. O'zdan bir chekka turib baqiring. Baqiring, rostdan. Endi ovoz chiqmaydi. Qonsodi? O'zingni ham qo'ydim mana, xudo xolasa. Qorin to'q. Endi oshni Seulmunga go. Seulmunga borish jarayonlarimizni yoritib beramiz. Videoda Seulmunga. Qonsodi? Oz qoldimi oshni? Oz qoldi. Shu yerda ham Anjom Marojni o'zimizni. Do'stlar, biz yetib keldik. Qonsodi? Yetib keldikmi oshdan? Qonsodi? Biz ikkinchi tashlarini pastdan mana hozir Seulmunga yetib keldik. Seulmun oldin bir ko'rimsiz joy bo'lgan, hozirgi kunda mana aylanish uchun chiroyli bir sharoit qo'ygan. Qonsodi? Seulmun haqida foydali ma'lumotlar. Rubrikasiga o'xshayapsiz. Seulmun haqida foydali ma'lumot yo'q. Chiroyli, masalan, yozda aylanishi juda bir chiroyli joy bo'lgan. Yozda nima anqor deydimi buni? Muzda degan. Seul oshna o'zi bu Yaponiya emas? Koreyami? Koreya poytaxt. Bir-biriga juda ham o'xshaydi. Yaponiya bilan Koreya ham. O'zi Yaponiya, Koreya, Xitoy qanaqadir tillari ham, ovqatlari ham bir-biriga o'xshash. Ha, masalan, o'zbek, qozoq, qirg'iz shunga o'xshaydi. Seulmun degani o'sha Seul oyim degani. O'zi Seul nima degani oshna? Seul. To'g'ridan-to'g'ri ma'nosi nima? Lekin Koreya poytaxti degan bilaman.
Qaysi Koreya? Shimoliymi, janubiymi? Janubiy. Shimoliy Koreya. Binolar qurilishi ham o'sha Koreya. U boshqa stilida blogimizda-da. Yo'q, Shimoliy Koreya boshqa alohida mavzu. O'zini sarmoya boks ko'rsatib yuboring-da. Davom kitob olaman. Hamma tildagi kitoblar mana sarmoya boks. Ruscha, inglizcha deysizmi, turkcha deysizmi? Do'stlar, shu yerda ham kitob do'koni topib qoldim, Xonsodiq. Endi hozir bir kitob olmasdan chiqib ketmaydi-da bu yerda. Kitob Olish bilan yo'q, lekin ko'ramiz. O'tgan safar olgan kitoblarimizni hali o'qiyapmiz, tugatganimiz yo'q. necha bet o'qiysiz? Mana Tana tili degan kitobni bir 30 betcha o'qidim. Yaxshi natija. Siz necha bet o'qidingiz bir varaqli anini? Ta'sir psixologiyasi. Men ta'sir psixologiyasini bir bet o'qidim. Yaxshi. Bir oyda bir bet o'qidim. Chunki og'ir kitob ekan, просто. O'sha o'qigan bir betni hozir tushunishga, o'shani ishlatishga harakat qilyapman. Ishlatadigan kitoblar ishlatmagan, shunchaki saviyani, dunyoqarashni rivojlantirish. O'qiladigan kitoblar bor. Siz o'sha amaliyasini olgansiz, to'g'rimi? Amaliyasini. O'zi amaliysi kerak. Chunki sotuvni o'rganish kerak, sotuvni oshirish kerak. Oshna, sizga qanaqa kitoblar yoqadi? Qaysi janrdagi kitoblar ko'proq yoqadi, misol? Yo'q. Hamma janrda. O kitob omadagi men rosa trend bo'ldi, oshna. To'g'ri, mana bir ko'rganim shu. Atomic Habits'ga boshqacharoq. O'xshaydi. Vau, oshna men kitobda 100 million dollarlik formula bor. Men bu kitobni qidirib yurdim Xonsodi. Brother, Olasizmi? oshna olmasangiz bo'lmaydi buni. Xonsodi. Olasizmi? Olib bermasangiz bo'lmaydi. Oshna men nashetda qolaman, olib bermasangiz. Vallahi. Tanam chiqib olib beraman. Olib beraman. Ketdi do'stlar. Shuni olib berasiz bo'lmaydi. Shuni olamiz, olib berasiz. Yoshni Bolani maqsa bo'ladi. olib berasiz, masjid qolaman. Yoshni 100 million dollar reis. Alex Hormoz yoshni. Ikkita videosini ko'rib yuraverasiz, kitobni olish kerak. Hali mana do'stim uchun bitta kitobni zalgami, davay. Ketdi. Ketkassiz kelin do'stim, davay. Kitobni olib beraylik mana shu bolaga. Xursandmisan do'stim? Xursandman, oshna Xonsodi kitob olib berdi, 100 million dollar ketdi. Inshaalloh manfaatli bo'lsin do'stim, xursandman men. Juda bir salqin, to'g'rimi sana? Samanda o'sha kitobni hozirdan o'qishni boshlab yubordim mana. Zo'r kitob ekan, bolalar tavsiya qilamiz. 100 million dollar deb. Bu Alex Hormoz deydi, biznesga qiziqadiganlar, sotuvni oshirmoqchi bo'lganlarga qattiq tavsiya qilamiz. Ramlarimiz, sotuvlarimizni oshirish, proyektlarimizga shu orqali so'zlarimizga yordam berish, o'zimizdan Tabriklaymiz kerak.
Ha, salomlar do'stim. Taassurotlaringiz qanaqa? Bugungi kundanmi? Aha. Zo'r bo'ldi. Maza qilib dam olish ham zo'r bo'ldi. Ancha bo'ldi. Ancha kayfiyatingiz ko'tarildimi? Albatta shunday. Xon Sodiq. Bugungi kun qanday o'tdi toshdan? Zo'r vlog bo'ldi o'zi ham. Mana. Chorshanba kuni dam olish kunimiz. Ovozimiz qolmay, gapiramay qolgan. Hozir mana shunaqa bo'ldi. Mana charchab. Chorshanba kungi dam olishni chiroyli olib chiqib berdik shekilli. Xudo xolisa ko'pchilikka manfaatli bo'ladi. O'zimiz ham Ora-orada go'shtli ma'lumotlar aytib yordingiz. Tushungan tushundi, tushunmagan. endi shunchaki behuda o'tib ketmasin degan maqsadda foydali ma'lumotlar bilan kurashib borishga harakat qilyapmiz. Hozir kitob berdi. Do'stim masalan bir Ibrohimjondan so'radi, masalan do'stlarimizdan so'ramiz, qanaqa chiqdi deb zo'r chiqdi deyishyapti. Lekin hamma shunaqa fikrdami? Biz shuni bilmoqchimiz. Masalan o'zlaring qanaqa fikrlaring bo'lsa, masalan qanaqadir xato ko'ryapsanmi, qayerdadir masalan biz o'zimizga bilinmayotgan bo'lishi mumkin. Shuni kommentariyada yozib ketishlarini iltimos qilgan bo'lardim. Masalan agar haqiqatda o'zlaringni xolisona fikrlaringiz zo'r chiqdi desa, kommentariyada zo'r chiqdi. Agar qanaqadir xato ko'rsalar ham biz uni noto'g'ri qabul qilamiz, to'g'ri ma'noda qabul qilamiz. Shuni kommentariyada yozib ketishlarini men iltimos qilgan bo'lardim. Nima deb o'ylaysizlar, keyingi vlogimizda qaysi mavzuda olib chiqishimizni xohlasizlar? Uni ham batafsil, batafsil emas, xohlasizlar kommentariyada yozinglar. Biz batafsil azor qilib olishga harakat qilamiz. Masalan, sizlar o'zlaringiz qiziqtirayotgan mavzular bo'lishi mumkin. Shularni kommentariyada yozib qo'ysangiz, uni inobatga olamiz. Agar ma'qul kelsa, shuni Keyingi vloglarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. salomat bo'linglar, o'zini ehtiyot qilinglar.